Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana kechasi hojatxonaga ko'p qatnash va peshobni to'liq bo'shata olmaslik, ya'ni prostata bezi adenomasi kasalligini operatsiyasiz ham davolash mumkinmi? O'zi kimlarni operatsiya qilish kerak va kimlarni operatsiya qilish shart emas? Shu mavzuda Doniyor aka Ibragimovich bilan bugun suhbat qiladigan bo'ldik. Mana YouTube kanalimizda juda ham ko'pchilik kommentariyalar bo'limida yozishadi, operatsiya shartmi, o'zi kimlarni operatsiya qilish kerak degan savollar bilan. Aynan shu savollarga bugun to'liq va batafsil javob olamiz, xudo xolasa, Doniyor aka. Inshaalloh. Assalomu alaykum. Albatta ba'zi bemorlarni operatsiya qilmasdan davolash kerak, do'stonim. Masalan, operatsiya qilmaydigan bemorlarning guruhiga bemorlarda shikoyatlar bo'ladi. Masalan, siydikni bosimi pasayganini his qilyapman yoki kechasi 2-3 martadan 4 martalab hojatxonaga chiqyapman. Hamda o'zimni taxminim bo'yicha qovuqda qoldiq siydik qolyapti deb o'ylaydi. Bunaqangi bemorlarni birlamchi tekshiruvdan o'tkazish kerak. Birlamchi tekshiruvdan o'tkazganda qovug'ida qoldiq siydik ko'p miqdorda qolayotgan bo'lsa, prostata bezi o'sib, gram bo'yicha, hajm bo'yicha juda ham kattalashgan bo'lsa, hamda kechasi 3-4 marta chiqishini davolasa dori bilan. Endi unda effekt bo'lmasa agarda, chunki yerda mexanik to'siqlik bo'ladi-da. Masalan, bir ariqqa kattagina tosh tashlasak, shu mexanik to'siqda nimadir jism bilan shu yo'lni to'sib qo'ydingiz. Endi bu yerda prostata bezidan o'sib chiqqan to'qima siydik yo'liga o'sib, uni mexanik to'sadi-da. Endi bu mexanik to'sgan narsani hech qanaqangi dorining kuchi yo'qki, uni kengaytirib ochgani. Prostata bezining hajmi kattalashib ketgandan keyin mana bu biz berayotgan dorilar qovuqni muskullariga, ana shu prostata bezining orasidagi muskullarga ta'sir qiladi-da, siydik kanalni ochish kerak. Lekin erta hajm jihatdan kattalashib, yo'lni to'liq to'sgan bo'lsa, aynan mana shu bemorlarda 100% operatsiya qilish kerak. Nima uchun 100% operatsiya qilish kerak bu bemorlarda? Qovug'ida qoldiq siydik qolyapti, kechasi 3-4 martalab chiqyapti, hamda peshob bosimini pastligini o'zi sezyapti. Biz ham o'lchab ko'ramiz tekshiruvlarda. Agar hammasi shularda uchalasi, mana shu 3 ta narsaga e'tibor berib olsa, qovug'ida siydik qolishni hissi, prostata bezining kattalashib, ishib, hajm jihatdan o'ta katta bo'lishi va qovuqda qoldiq siydikni qolish. Kechasi 3-4 martadan yana hojatga qatnash. Bo'ldi. Mana shu shikoyatlar to'liq bo'lsa, hamda tekshiruvlarda ham shular tasdiqlanib, hammasi shunday bo'ladigan bo'lsa, bu bemorlarni to'liq operatsiya qilish kerak. Albatta PS tekshiruvini qilgan holatda. PS tekshiruvi yaxshi normada bo'lsa, operatsiya qilish kerak bo'ladi. Shu PSA tekshiruvi haqida gapirib o'ting, sodda qilib odamlar tushuna olsin. Bu PSA tekshiruvi qanday qilinadi? Misol qon topshiradimi yoki siydik topshiradimi? Va u PSA analiz o'zi necha bo'lishi kerak va nechadan yuqori bo'lsa, u nimani anglatadi shu to'g'risida? Bu prostata bezi spesifik antigeni deyiladi. Prostata bezini bu analizida o'zi normada 0.1 dan hamda общий свободный erkini bog'langani bo'ladi-da. Xullas 4 gacha deb olsak bo'ladi. Normasi shunaqa. Endi 4 dan yuqori bo'lsa, ba'zi bemorlarda 4,5 yoki 5,5 bu juda ham kichkina ko'tarilish, bu ozginagina shamollashish hisobiga ham bo'lishi mumkin. Lekin ba'zi hollarda, onkologik holatlarda bu ko'rsatkichlar juda ham ko'tarilib ketadi. Masalan, 25, 30, 40, hattoki 100 gacha bo'ladi. Biz aytamizki, bularda katta ehtimol bilan onkologik kasallikka chalinib bo'lgan. Ya'ni o'sha PSA tahlili oldin 4 bo'ldi, 6 bo'ldi, 10 bo'ldi. Biz tekshirmadik. Shikoyatlarimiz turibdi bizda. Tez-tez hojatga borish, borganda hojatxonada ko'p vaqtlar ushalib qolish, hojatxonaga kirib chiqib, yana 15 daqiqa, 20 daqiqada yana yugurib kirgisi kelib, yoki siydikni yaxshi tuta olmaslik. Mana shikoyatlar bilan ko'p yurdi. Bemorda shikoyatlarning orqasidan infeksiya qo'shiladi, quvug'ida tosh paydo bo'lishlari qo'shiladi va shular bilan birga prostata bezidagi shu PSA antigeni ko'tarilib borishni boshlaydi. Mana shuni agar vaqtida davolasa, bu analizlar joyiga tushadi, oddiy dorilar bilan. Lekin mana shunaqangi 30, 40, 50 qilsa, bu katta ehtimol bilan bu onkologiya haqida gapirish kerak bo'ladi. Bunaqa paytda bu operatsiyalar tavsiya etilmaydi. Bu operatsiyani boshqa turiga o'zgartirish kerak, ya'ni prostata bezida o'sha onkologik o'choq boshqa a'zolarga tarqamagan bo'lsa, to'lig'icha prostata bezini olish kerak.
to'liq olish kerak. Ya'ni o'sha a'zo yo'q, muammo yo'q. Lekin peshob yo'lini boshqatdan tiklab chiqish kerak. Bu operatsiyalarni qilsa bo'ladi, albatta birinchi, ikkinchi darajalarda, lekin o'sha aytaylik boshqa a'zolarga tarqab bo'lgandan keyin endi unda tibbiyot ojiz. Demak, PSA analiz 4 gacha ko'rsatsa, bu norma hisoblanadi. 4 dan yuqori bo'lsa, onkologiyaga shubha bor deb qaraladi. Shubha bor. Uni tekshiruvlar qilish kerak. Tekshiruvda onkologiya chiqdi degani ham bu davosi yo'q degani emas. Demak, u faqat bu Mileb usulida emas, boshqa usul bilan uni davolash kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa. Mileb usulida prostata bezida adenomani olinsa, endi u onkologiya aniqlangan paytda prostata bezi to'liqligicha olinadigan bo'ladi, demak. Shunday. Prostata bezini to'liq olib tashlash kerak bo'ladi agar onkologiya aniqlansa. Onkologiya aniqlansa. Ya'ni boshqa joyga tarqamagan holatida. Shunda olib tashlashsa, bemorda to'liq tuzalish, to'liq sog'ayishgacha olib kelish mumkin. Meni xabarim borki, sizni komandangizda prostata bezi rakini ham davolaydigan vrachlar bor. Albatta, biz komandada prostata bezini hamda buyrak, siydik yo'llaridagi barcha xirurgik kasalliklarni davolash uchun yetarlicha moddiy texnik baza hamda kadrlar bilan ta'minlangan komandamiz. Demak, bu yerda misol sizni yoningizga kelib tekshiruvlardan o'tib, agar rak aniqlansa, boshqa joylarga borish shart emas, sizlarni komandanglarda. Albatta, shart emas. Lekin ba'zi tekshiruvlar bor, masalan, hali narx haqida ham juda qiziqki, masalan, tekshiruvga keladida, aytaylik, biz aytganmiz, o'sha birinchi videolar qilganimizda narx haqiqatda ham arzon edi. Keyin Vodiyni narxi, Toshkentning narxi har xil bo'lganidan biz hamma yo'qni narxini bir xil qildik imkon qadar. Lekin tekshiruvlarga kelganda shunaqa bo'ladiki, masalan, bir 4 ta 5 ta tekshiruvlarni qildik, hammasi kerakli tekshiruvlar aynan. Endi shunda PSA analizi baland chiqsa bemorda, endi bu PSA analizi bo'yicha chuqurlashtirishimiz kerak. Ya'ni prostata bezini, kichik chanoq bo'shlig'ini MRT tekshiruvini o'tkazishimiz kerak. Agar MRT tekshiruvida biz yana ham prostata bezida o'sha analizda balandligini ko'rdik, MRT qilyapmiz. MRT qilganimizda prostata bezida yana ham shubha ko'payyapti demak. Endi bu prostata bezidan biopsiya olish kerak. Ya'ni namuna olish kerakda, gistologiya qilib tekshirish kerak, biopsiya olib. Endi biopsiya olib tekshirdik. Bunda ham yana yaqinlashyapmiz onkologiyaga, ya'ni onkologiya borgani sari tasdiqlanib boryapti. Endi buni PET-CT degan, ya'ni umumiy organizmda kompyuter tomografiyasini qilib, mana shu onkologik jarayon prostata bezidan boshqa a'zolarga tarqadimi, yo'qmi, bu keyingi tekshiruvda. Bu tekshiruvni qilishdan maqsad o'sha prostata bezini to'liq olaylikmi yoki biz kech qolgan bo'lsak, 3-4 darajasi bo'lsa, unda faqatgina onkourologlar kimyoterapiya yoki nur terapiyasi, radioterapiya, shu dorilar, darmonlar bilan mana shunaqangi muolajalarda o'tkazishdan boshqa narsa qilib bera olmaydi. Ba'zi holatlarda bo'ladi, onkologik kasallar operatsiya ham qilib bo'lmaydi, lekin bemor siymayapti. Onkologiya uni aytadi, tegmagin deydi, kimyani beramiz, nurni beramiz, lekin bemor haqiqatda ham siymashligi mumkin shunday. Shunaqa holatlarda keyin majburiy kirib siydik yo'lini ochish usullari yoki bemorga quvg'ini ostidan kateter qo'yiladi. Bular haqiqatda ham butun umrga qoladi. Bular endi oxirgi darajadagi amaliyotlar, to'g'rimi? Endi bizda keladiganlar aksariyati u PSA analizi yuqori bo'lmagan holatlarda kelishadi. O'zi bizda so'rashadi, analizlarda shu sizlarning klinikalarga borib topshirishimiz shartmi? Misol uchun Buxorolik bo'lishi mumkin, Navoiydan bo'lishi mumkin, ularga Toshkent yoki Xorazm imzolik qilishi mumkin, Farg'ona, Namanganlar. Endi shu birlamchi tekshiruvlar o'zi nimalar, qanaqa analiz topshirish kerak va uni o'zi xohlagan klinikalarda topshirsa bo'ladimi? Shu haqida ma'lumot bering. Bo'ladi, topshirsa bo'ladi. Men bundan oldingi gapim aytganim, narxni oshishi masalasida mana shu qarang, prostata bezi adenomasi bilan shikoyat bilan keldi bemor, lekin prostata bezi raki aniqlangungacha biz tekshiruv qilyapmiz-da. Shunda bemordagi tomografiyani 1 marta emas, 2 marta qilinishi, operatsiyadan oldin namuna olish, biopsiya olish, bular ham operatsiya hisoblanadi. Bular bilan bemorlarda narxni oshishi o'z-o'zidan kelib chiqadi. Ya'ni bemor vaqtida shifokorga murojaat qilmaganidan qimmat to'lashni boshlaydi o'z-o'zidan. Shuning uchun narxlar o'zgarishi tekshiruvdagilar bo'lishi mumkin, lekin hamma klinikalarda biz narxlarni operatsiyasini bir xil qilib qo'yganmiz. Buni hech qanaqangi
tekshiruvda agarda narxlar o'zgarishi mumkin, ya'ni tekshiruvni chuqurlashishi, yuzakilashishi holatiga qarab, lekin operatsiyalar narxini butun respublika bo'yicha bir xil qilganmiz. Demak, Toshkentdagi narx bilan Farg'onadagi yoki Namangandagi narx bir xil. Operatsiya narxi. Faqatgina tekshiruvlarda bemordagi o'zgarishlarga qarab chuqurlashsak, agar albatta 2 marta tomografiya qilish, masalan, PET-CT degan tomografiya bor. Bu tomografiya O'zbekistonda, respublikada 3 ta dona klinikada bor xolos. Shuning uchun endi albatta u qimmat texnologiyalar bo'lgani uchun o'ziga yarasha narxi qimmatlashadi. Bu albatta bemorning o'zini sog'lig'i, kelajakdagi hayotini uchun shunaqangi sarflar bo'ladi. Demak, hozir mana PSA analiz haqida gaplashdik. Demak, PSA analiz bemorning holatidagi nima deydi, onkologiyaga o'tgan yoki o'tmaganligini aniqlab berar ekan. Bu PSA analiz topshirish uchun nima topshirish kerak? Qon topshirish kerakmi yoki peshob analiz topshirish kerakmi? PSA analizi uchun ertamanda choy ichmagan holatda, imkoniyati bo'lsa tishlarni ham yuvmagan holatda o'sha PSA analizini qon orqali topshirish kerak. Qon orqali topshirilganda aniqlanadi. Uni istalgan viloyat diagnostika markazlarida topshirsa bo'ladi. Buni hozirgi savolingizda masalan bemorlar bizgacha yetib kelishi shart emas, onlayn konsultatsiya qilish mumkin yoki uzoq masofadan turib konsultatsiya qilish mumkin. Uning uchun ana shu qarang, PSA analizini tekshirishni kerak. Birinchi o'rinda qon topshiradi. Undan keyin umumiy peshob tahlili, siydik tahlilini qiladi. Mana undan keyin prostata, buyrak, siydik yo'llarini to'liq uzisi. Buyraklarni, qovuqni hamda prostata bezini to'liq uzisi, hamda bu uzida peshob qovuqda yana hojatxonaga borib kelgandan keyin yana tekshirish kerakki, qovuqda peshob yana qolyaptimi, qolmayaptimi? Bularda aniq ko'rsatkichi bilan tekshirsa, bemorni biz uzoqdan turib, masofadan turib, sizga dori bersak bo'ladi yoki siz operatsiyaga kelavering, sizga dori ta'sir qilmaydi deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Unga qulaylik ko'rsatish darajasida pastda raqamlar qoldirib qo'yganmiz. Primoy raqam yoki WhatsApp nomer, WhatsApp nomerda Telegram ham bo'ladi. Bemalol o'zingizni nima deydi, hijolat bo'lmasdan telefon qilib, mutaxassislardan qanaqa analiz topshirish kerakligini yana bir bora so'rab, o'zingizni viloyatingizda analizlar topshirib, bu analiz javoblarini Telegram yoki WhatsApp orqali jo'natsangiz, demak, mutaxassislar aytib berishadi. Bu ancha qulaylik bo'ldi. Qulaylik bo'ladi, oson bo'ladi. Yana ham bemorlarda mana shu keyingi darajalarga kasallikni o'tib ketmasligini oldini olish mumkin. Albatta. Yoki operatsiyagacha bormasligini oldini olish mumkin bu bilan. Aytaylik, bemor prostata bezni oddiy adenomasi, hech qanaqangi onkologik kasalliklar yo'q. Biz tekshirib ko'rganimizda qoldiq siydik oz miqdorda bor, peshobni bosimi pasaygan, kechasi 3-4 marta, 5 marta chiqadi. Lekin mana shu bemorlarga biz avval dori berib ko'rsak, qoldiq siydik yo'q bo'lsa, peshobni bosimini oshganini o'zi his qilib, haqiqatda oshganini aytsa, kechqurungi uyqudan uyg'onib hojatga borishlari kamaysa, demak bu kishilarning operatsiya qilinmaydi, dori-darmon bilan yuraveradi. Aytaylik, 60 ga, 70 ga kirgan kasal 5 yillab, 10 yillabgacha dori-darmon bilan yurish mumkin. Ya'ni bu xastalikdan odamning umri anaqa bo'lmaydi deganida, agar nazoratda tursa. Lekin ba'zida shunaqa bo'ladi, qoldiq siydik bor, kechasi hojatga qatnayapti, siydik bosimi pasaygan. Mana shu shikoyatlarni dori-darmon bilan davolaganda ham qoldiq siydik qolishida davom etsa, kechasi yana 3-4 marta hojatga chiqsa, napor o'zgarmasa, siydikni bosimi o'zgarmasa, demak bu bemorlar bo'ldi, operatsiyaga qoladi. Bu videomiz mana sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, mana Doniyor aka bilan yana ko'proq suhbatlar qilishimizni xohlasanglar, videoga like bosinglar va bundan keyingi foydali videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'linglar. Va Doniyor akamizga yana qo'shimcha savolinglar bo'lsa, pastda izohlarda yozib qoldirsanglar, keyingi videolarda aynan sizning savolingizga bog'lab video qilishga harakat qilamiz. Rahmat kattakon, vaqt ajratganingiz uchun Doniyor aka. Dastan aka, rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Qilgan ishlaringizdan Alloh rozi bo'lsin.